Agar tishlaringiz qiyshiqligidan uyalayotgan bo'lsangiz, ovqat yeyotganda jag'laringizda og'riqlar kuzatilayotgan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum. Men Hamrayeva Lobar Abduhakimovna 18 yillik tajribaga ega vrach ortodont stomatologman. Shu paytgacha 30 mingdan ortiq patsientlarni tishlarini sog'lom va chiroyli bo'lishiga yaqindan yordam berganman. Bunday holat kasallik hisoblanadi. Agar buni vaqtida davolamasa, jiddiy oqibatlarga olib keladi. Aynan 30 mingdan ortiq patsientlarim orasida 3 mingdan ortig'i jag'lar notekisligi, tishlar qiyshiqligi bilan qiynalishgan. Hozirgi kunda bularning ahvoli butunlay yaxshi tomonga o'zgargan. Bunday bo'lishiga siz sababchi emassiz, shunchaki bu muammoni oldini qanday olishni vaqtida bilmagansiz. Tishlarning qiyshiq, notekis bo'lishi bu aynan bolalikka borib taqaladi. Bolalikda onada kechirgan hamma kasalliklar irsiy yo'l bilan bolaga o'tishi ham mumkin. Bola tug'ilgandan keyingi sabablar esa sut tishlarini vaqtida davolatmasligi, sut tishlarini vaqtidan oldin oldirilishi va yomon odatlari sabab bo'lishi mumkin. Yomon odatlar deganda biz ko'pincha so'zga so'rishi, qo'l so'rishi, bular hammasi yuqori jag' tishlarini oldinga chiqib ketishi yoki pastki jag' tishlarini oldinga chiqib ketishi oqibatlarini keltirib chiqaradi. Hozirgi kunda bunday muammolarni butunlay hal qilib, sog'lom va chiroyli tabassumga ega bo'lish mumkin. Buni eng yaxshi yechimi breketlardir. Breketlar tish qatorlarini to'g'rilashda, tishlar orasidagi ochiqliklarni yopishda samarali yechim hisoblanadi. Tishlarni to'g'rilashda olib qo'yiladigan va olinmaydigan konstruksiyalar mavjud bo'ladi. Olib qo'yiladigan konstruksiyalar ko'pincha 7-8 yoshdan keyin qo'llanishi mumkin bo'ladi. Bular bemalol bola ovqatlanganda yechib qo'yib va ovqatlanmagan vaqtda taqib olish mumkin bo'ladi. Baribir eng yaxshi yechim beradigan, eng samarali uslublar bular olib qo'yilmaydigan konstruksiyalar hisoblanadi. Chunki olib qo'yiladigan konstruksiyalar bo'lgan payti bola ovqatlanganda yechib qo'yib, undan keyin ma'lum bir vaqtdan keyin esidan chiqib ketishi, bir kun bir soat taqmasligi va yo'qotib qo'yish holatlari juda ko'p uchragan. Shuning uchun ham biz olib qo'yilmaydigan konstruksiyalarni ko'proq taklif qilamiz. Olib qo'yilmaydigan konstruksiyalarning eng ko'p ishlatiladiganidan biri bu breketlar hisoblanadi. Breketlarning asosan 4 ta turi mavjud: metallichskiy, keramichskiy, saffiroviy va samoligurishi hisoblanadi. Breketlar bu tish qatorlarini oralarini yopishda, tish qatorlarini qiyshiqliklarini, egriliklarni to'g'rilashda eng samarali yechim hisoblanadi. Breketlarning hamma vazifasi bir xil hisoblanadi. Bular bir-biridan materiali bilan farq qiladi. Siz breketlarni taqqaningizdan keyin uje boshlang'ich 2 haftani ichida katta o'zgarishlarni sezib boshlaysiz. Suyaklarning yumshoq qattiqligiga qarab 6 oydan 1 yilgacha juda katta o'zgarishlar, suyak jag' tizimida juda katta o'zgarishlar kuzatiladi. Eng asosiysi, breketlarni yechganingizdan keyin sizda butunlay boshqacha yuz tuzilishi hosil bo'ladi, chiroyli, sog'lom tabassumga ega bo'lasiz. Hattoki suyaklarda ham juda katta o'zgarishlar kuzatiladi. Sizda tabassum bilan, ovqatlanish bilan, nafas olish bilan muammolar boshqa kuzatilmaydi. Shu vaqtgacha 3 mingdan ortiq patsientlarga breketlar o'rnatgan bo'lsam, bularda hammasida 100% natija ko'rishgan. Va qiyshiq, notekis tishlardan butunlay bir umrga xalos bo'lishgan. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga maxsus taklifim bor. Hozirgi kunda bizga bitta jag' uchun breketlarimiz $200 dan boshlanadi. Bu narxlar breket turiga qarab o'zgarib boradi. Siz yuqoridagi summani 4 oyga foizlarsiz bo'lib to'lashingiz ham mumkin. Agar birdaniga to'laydigan bo'lsangiz, bu summa $150 ga aylanadi. Eslatib o'taman, bu faqatgina 7 kun ichida yozilgan bemorlarimizga amal qiladi. Agar konsultatsiyaga yozilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting, sizga to'liqroq ma'lumot beramiz. Unutmang, tishlaringizni to'g'rilashni kechiktirsangiz, bu sizga keyinchalik katta muammolar olib kelishi mumkin.